alaykum kanalimiz muxlislar. Kantar mahsulot yangitdan narx navbasini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Beparasat. Kantar mahsulotimizni tanishtirishda mana bu ko'rinishda xorilarimizdan boshlaymiz. Bu xorilarimizni razmer bo'yicha, siz aytgan razmer bo'yicha albatta to'qib bera olamiz. Endi bu boshidan bu boshqacha 0.25, 30, 35, 38 bo'ladi, puli o'zgarmaydi. Bo'yin uzunligi siz aytgan razmerda yasab bera olamiz. Narxi 170 ming so'mdan 210 ming so'mgacha yasab beryapmiz. Bir xil kantar mahsulot ishlatiladi. Farqi shu tepasi choki bo'lishi mumkin. Shunga qarab turib puli o'zgaradi. Albatta inshaalloh chokdan muammo bo'lmaydi. O'zimiz planka qo'yib, kontrol qilib chiqaramiz. Bu xorilarimiz 7-8 metrgacha xudo o'zi bez ustun behijolat ko'tarib turaveradi. Loy, tom patologiya bilan. 8 metrdan ortiq ziyod bo'lgan joylar uchun 10 metr bo'lishi mumkin, 13 metr joylarda beston qilaman degan insonlar bo'lsa, albatta qo'sh xori qilib yasab beramiz. Uni metri 380 ming so'mdan 450 ming so'mgacha yasab beryapmiz. Qiziqqanlar bemalol telefon qilib aloqa chiqarsizlar. Ponni kantar mahsulotdan tayyorlab beramiz. Yana keyin mana bu ko'rinishdagi poltaxtalarimiz bor. Bu poltaxtalarimiz razmeri 240 ga 116 bo'ladi. 1 kvadratini 115 ming so'm beryapmiz. Albatta holatga qarab turib baho aytiladi. Keyin mana bu yerda bez razmerdagi poltaxtalarimiz bor. Bular kvadratini 100 ming so'm beryapmiz. Ustunlik so'ragan insonlar uchun mana bu ko'rinishda ustunliklarimiz sotuvda bor. Bu mahsulotimiz ko'pchilik. Bu mahsulotimizni ko'pchilik akalar yaxshi biladi. Razmerlari 10 ga 5 bo'ladi. Bo'yin uzunligi 255, bir donasini 120 ming so'm beryapmiz. Bemalol ustun qilib ishlasangiz bo'laveradi. Bu ustunligimiz ikki xil bo'ladi. Bo'yida ozgina farqi bor. 225 bo'ladi. Qolgan razmerlari bir xil. 110 ming so'm beryapmiz. Qiziqqanlar bemalol buni ham aloqa chiqolsa yo'lda qilib beramiz. Mana bu ko'rinishda ruchkalarimiz bor. Bu ruchkalarimiz ham ikki xil bo'ladi. Bo'yi uzuni va bo'yi kaltasi bor. Bo'yi uzunini 60 ming so'm beryapmiz, kaltasini 50 ming so'm beryapmiz. Bemalol chorvachi akalar uchun mol qo'ydi urag'ani ishlatsa bo'laveradi. Molni qo'ydi terisini shilib qo'ymaydi. Yaxshi mahsulot. Yana bizda mana bu ko'rinishda 50 sentlik temirimiz bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu mahsulotimizda bemalol latoglar uchun ko'prik qilib foydalansa bo'laveradi. Stenasi qalin. Bir donasini 15 ming so'm beryapmiz. Yana mana bu ko'rinishdagi 3 ga 1 listimiz bor. Buni kategoriya ustakalarimiz yaxshi biladi. Stenasi 4 bo'ladi, bo'yi 3 metr, eniga esa 1 metr. Bu tozalangan 580 ming so'm beryapmiz. Bu tozalanmagan esa 890 ming so'm beryapmiz. Bu ikkovini ham bemalol latoglar uchun ko'prik qilib foydalansa bo'laveradi. Agar qovurg'alisini qo'yadigan bo'lsangiz, inshaalloh furasi bilan ko'taradi bemalol. Yana bizda mana bu ko'rinishdagi 1 metrlik mahsulotimiz bor. Ko'rishlaringiz mumkin, stenasi qalin, bemalol foydalansa bo'ladi. Ko'pchilik akalar buni mana bu ko'rinishda xorilarimiz uchun kashak qilib ishlatishyapti. Latog uchun ham ishlatsa bo'laveradi. Bir donasi 25 ming so'm beryapmiz. 93 lik raqam mahsulotimiz bor. Bo'yi uzunligi 93 bo'ladi. Buni bir donasini 24 ming so'm beryapmiz. Buni ham shu aytganimdek bemalol ko'prik qilib foydalansa bo'ladi latoglar uchun. Poltaxtalarimizda arzon holatdagilari bor. Razmerlari 0.63 ga 1.63 bo'ladi. Buni bir donasini 80 ming so'm beryapmiz. Albatta bir narsaga ahamiyat qaratasizlar. Buni yanada arzon holatdagisi bor. Unda jas sifat bo'lmaydi. Albatta arzon benuqson bo'lmaydi, qimmat bekmat bo'lmaydi. Keyin mana ko'rinishdagi poltaxtamiz ham bor. Razmerlari 1.16 ga 1.39 bo'ladi. Buni 1 kvadratini 80 ming so'm beryapmiz. Eshikli so'ragan insonlar uchun ham eshiklilarimiz sotuvda bor. Razmerlarini ko'pchilik ustakalarimiz yaxshi biladi. 93 ga endi naqasi 1.95 bo'ladi. Bir donasini 200 ming so'm beryapmiz. Mana bu ko'rinishdagi taglik so'ragan insonlar uchun ham taglarimiz sotuvda bor. Bemalol ko'prik qilib foydalansa bo'laveradi. Bunimizni narx navbasi o'zgarib turadi. Bu mahsulotimizni kimgadir qiziq bo'lsa, albatta telefon qilsa o'sha moment hisoblab beraveramiz. Yana bizda tom list so'ragan insonlar uchun ham tom listlarimiz sotuvda bor.
Endi 2.35 bo'ladi. Uzunligi 11.40 bo'ladi. Bemalol bundan ham turli xil maqsadlar uchun foydalansa bo'laveradi. 1 kvadratini 110 ming so'm beryapmiz. Albatta holati yaxshi, hech qanday yamaq, hech qanday zanglagan joyi yo'q. Yana mana bu ko'rinishdagi mahsulotimizni tanishtirib o'taylik. Chanamiz. Ko'pchilik biladi, bo'yin uzunligi 11.70 bo'ladi. Bir donasini 520 ming so'm beryapmiz. To'sin, layga, strapillar qilib foydalansa bo'laveradi. Bu yerda esa nostandart razmerdagi poltoxtalarimiz bor. Kvadratini 95 ming so'm beryapmiz. Bemalol qilib aloqa ko'rasizlar. Manzilimiz o'sha Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod mahallasidamiz. Bizda mana bu ko'rinishdagi lagalarimiz bor. Bo'yin uzunligi 2.30 bo'ladi. Senasi 308, eng kamida bir donasini 80 ming so'm beryapmiz. Lagalarimiz 3 xil bo'ladi. Buni bir tomoni ozgina kichkinasi, kattarog'i bor. Bo'yin uzunligi 2.30, qolgan razmerlar bir xil. Buni 78 ming so'm beryapmiz. Keyin yana mana bu ko'rinishdagi qovurg'ali lagamiz bor. Bo'yin uzunligi 2.30, ikki qovurg'asi bo'lgan hisobida baquvvatlar bo'ladi. Buni 3 xil lagamiz bemalol to'sin laga qilib foydalansangiz bo'laveradi. Bu qovurg'a lagamizni bir donasini 88 ming so'm beryapmiz. Baquvvat ustunlik kerak degan insonlar uchun mana bu ko'rinishdagi ustunliklarimiz bor. Bo'yin uzunligi 2.30 bo'ladi. O'ngga 15, senasi 308. Bir donasi tozalangan 250 ming so'm beryapmiz. Tozalanmagani bo'ladi. Qanaqa bo'ladi degan insonlar uchun siz tushuntirib qo'yamiz. O chekkalarda ugonliklari bo'ladi. Ular 220 ming so'm beryapmiz. Bizda yana mana ko'rinishdagi to'rga-to'r profillarimiz bor. Bu profillarimiz ham ikki xil bo'ladi. Stenasida farqi bor. To'rga to'r, senasi 1.8, bo'yin uzunligi 2.60 bo'ladi. Bir donasini 42 ming so'm beryapmiz. Holatlar zo'r, buni bukilishiga ahamiyat berasizlar. Bu yerda esa senasi eng kamida 2 lik. Orqa listdan, demohot listdan qilingan. To'rga to'r, bo'yin uzunligi 2.60, 45 ming so'm beryapmiz. Bu yerda ham senasi 2 lik, bo'yi 2.30 bo'ladi. Buni 43 ming so'm beryapmiz. Albatta, optimum mosh bo'lgan insonlar uchun yo'llar qilib beramiz. Qiziqqanlar bemalol telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'y tumani Dehqonobod mahallasidamiz. Kanalimizga yo'qotib qo'ymash uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Hammaga rahmat.